Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Mana biroz tanaffuslardan so'ng yana sizlarning e'tiboringiz markazida Munavvar kun jonli ijro dasturi intilmoqda. Qolaversa, aziz muxlislar, qarangki, bugun behad shodmiz. Sababi yosh u qarni yuzlarga, chehralarga e'tibor bersangiz, bayramona kayfiyatni his qilishingiz mumkin. Sababi mustaqilligimiz bayrami. Ya'ni 25 yilligina yurtimizda ko'p maskanlarda, dam olish joylarda yaxshi kayfiyat hamrohligida nishonlanmoqda. Biz ham bundan mustasno bo'lmagan holda ijodiy guruhimiz bilan mana shunday bayramona kunda bayramona kayfiyatni sizlarga va aziz muxlislar, sizlarning qalbingizni xushnud aylamoqlik uchun bugun biz yana bir mohir qobiliyat egasi, deyarli o'zlarining qo'shiq ijrolari bilan yosh u qarni barobar mehriga, muhabbatiga sazovor bo'lib kelayotgan san'atkorimizni taklif qilganmiz. Bugun bizni efir soatlari mehmoni, demak, Shuhratbek Rustamov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom Farhodjon. Xush ko'rdik. Rahmat, charchamay ishlayapsizlarmi? Tashakkur. Qolaversa, Shuhratbek Rustamov bugun yolg'iz emas, yonlarida bizga begona bo'lmagan inson, deyarli hozirda bu insonni chehrasini oyna jahon orqali tomosha qilayotgan inson, aytgandek bulbul go'yo ovoz sohibi ham bugun mehmon ekan deb o'zlariga savol berayotgan bo'lsa ajab emas. Ya'ni Ilosbek aka, assalomu alaykum sizga ham. Va alaykum assalom, bor bo'linglar. Yana bir karra sizni xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar, hamisha sog' bo'ling. Rahmat. Aynan endi Shuhratbek aka, keling, sizni endilikda tomosha qilayotgan va taniyotgan, balkim sizni ko'rib xursand bo'layotgan sizni muxlislaringiz uchun birinchi taronangizni armug'on qilsangiz. Birinchi qaysi ashulani ijro qilib berasiz? Birinchi taronamiz ustozimiz Jaloliddin Usmonovni o'zim qiziqib ustoz bo'lib menga bir to'yda nima qilganda duo berib, shu odamning qo'shiqlarini qiziqib aytaman. Yoshligimda ashuna qo'shiqlardan. Ya'ni qaysi bir ashulasini siz o'zingiz uchun qandaydir bir ishtiyoq ila tanlab ijro qilib bermoqchisiz? Yoki arachchilar uchun biron bir qo'shiq tayyorladingizmi? Arazlamang degan. Arazlamang. Qofiyani qarang, arachchilar uchun arazlamang. Aziz tomoshabin, demak tomosha qilamiz, tinglaymiz va bugungi bizning mehmonimizni mahoratini e'tiborlik bilan kuzatamiz va baho beramiz. Marhamat. Oshimda ochilgan gullar yumilsinlar mayli chashgoqda. Namoshimda ochilgan gullar yumilsinlar mayli chashgoqda. Jana quysin ushlashib qo'llar bizlar o'ynab yurgan gulbog'da. Jana quysin ushlashib qo'llar sizlar o'ynab yurgan gulbog'da. Faqat jonim arazlamang, faqat jonim siz arazlamang, faqat jonim siz arazlamang, hey, faqat jonim siz arazlamang. Sendeki gülde barna qomatlar dağlanmasın menden uzakta. Sendeki gülde barna qomatlar dağlanmasın menden uzakta. O'z yog'ida qovrilib xalqlar dağlanmasın tushib tuzoqqa. O'z yog'ida qovrilib xalqlar dog'lanmasin tushib tuzoqqa.
Faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Hey, faqat jonimsiz ana izlamang. Qara çubuqlar çubuğun ko'rsatmay, egilmasin uzun kipriklar. Mavzularim payonga ilmay, arzum ko'milmasin tiriklar. Qara çubuqlar çubuğun ko'rsatmay, egilmasin uzun kipriklar. Mavzularim payonga ilmay, arzum ko'milmasin tiriklar. Faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Hey, faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Faqat jonimsiz ana izlamang. Hey, faqat jonimsiz ana izlamang. Rahmat, tashakkur, minnatdormiz. Ko'p hollarda Shuhratbek aka ayol kishini arazlashi erkak kishini bosh og'rig'iga sababchi bo'lar ekan. Shuning uchun ayollarimizdan iltimos qilgan bo'lardik, imkon qadar o'z umr yo'ldoshingizdan arazlamaslikka harakat qiling. Agar umr yo'ldoshingizni sog'ligi siz uchun kerak bo'lsa va imkon qadar yaxshi kayfiyat bilan ishi kuzatish kerak, xush kayfiyat bilan kutib olish kerak. Shunda erkak kishi ko'chaga emas, uyga talpinar ekan. Arazlamang. O'zingizga jabr qilasiz. Ayollar deyish kerakmidi? Yo'q, unaqa deyish kerak emas. Vaqtimiz sog' bo'linglar ayollar. Va aynan sizga savol berishdan avval Shuhratbek aka, hayotdan siz optimistmisiz yoki pessimist? Albatta aktivist desa hisoblasa bo'ladi bu ukamiz, ya'ni o'zlari ozgina hayajonlandi albatta birinchi efirimiz, lekin bu ukamiz aktivist hayotda. Juda ham qo'noq, samimiy inson. Qo'noq. Negadir bugun yoki hayajon, haqiqatdan birinchi mehmonimiz hayajon. Lekin sirlarni bartaraf qilamiz. Shuhratbek aka, hozir mana shu siz tomonidan ijro qilingan tarona muxlislarga ishoning, yo'qdi deb o'ylayman. Sababiga kutmagan bir tuhfani, sovg'ani ular uchun armag'on qildingiz. Ba'zilari mana shu qo'shig'ini tinglash jarayonida yarashib olgan bo'lsa ham ajab emas. Aynan urushib qolgan umr yo'ldoshlar. Keling endi yaxshi o'rinlarda hadya qildingiz. O'zingiz haqingizda bir ma'lumot berib o'tsangiz. Men Jalobod shahri, Bozorqo'rg'on rayoni, Chorboq qishlog'ida tug'ilganman. O'sha yerda voyaga yetib, oilada katta o'g'ilman. 5 o'g'il, 2 qizmiz oilada. Egizak nimalarimiz bor. Hasan, Zuhra, singlimiz, ukamiz, ashlardi. Oilada kattasiman. Onajonim bor. Yagona san'atkor yoki sizning izdoshlaringiz aynan aka va ukalardan san'at yo'lini tanlagan insonlar ham bormi? Yoki siz oilada yagonasiz? San'at tanlagan bor ukalarimiz ham. Xudo xolasa
yaqin kunlarda nima bo'ladi olib chiqamiz. Xudo xohlasa. Demak, siz va yana ikkita ukangiz siz bilan bir soha vakillari. Albatta. Oilaviy san'atkorlar. San'at oilaviy desa ham bo'ladi. Demak, har bir qo'shiq yaralishida sizning fikrdoshlaringiz bor. Fikrdoshlar bor. Odiljon akamiz, ustozman, ko'p maslahat qilamiz. Shu sostav. Yoshligimizdan birga chiqqan sostav. Hozirgacha. Hozir men juda ham o'ylandim. Aynan Ilyosbek akani, misol sizni Shuhratbek akani ovozi bunday ovozlar bor. Ba'zi ovozlar bor, quloqdan nariga o'tmaydi. Ba'zi ovozlar bor, insonni o'ziga jalb qiladi, torta oladi-da ovozlar. Nima uchun mana shu ikki nafar san'atkorimizning ovozi muxlislarni qulog'iga xush yoqar va insonni chorlayuvchi ovozlar? Javobini topdim. Sababiki tabiiy mahsulotlar, toza havo, toza suv, eng asosiysi samimiy insonlar. To'g'rimi? Albatta. Faqat onajonlarimizni duosini chetda qo'ymagan holatda, chunki borlariga shukr, hammamizni ham mana shu onajonlarimizni duolari, ularni samimiy, ya'ni nima demoqchiman, ichilgan hali ona sutini tarkibidagi vitaminlar shu narsalarga sababchi bo'ladi. Endi yaxshi ona tarbiyasi bo'lsa, xudo xolasa chiroyli ovozlarga yoqadigan ovozlar chiqadi, xudo xolasa. Yana bundan keyin ham Xudo xohlamas qilsa. Negadir nazarimda hozirda aynan bizning shaharda ko'p kuzatmoqdaman, san'atga qiziqadigan yoshlar deyarli kundan kunga tobora ozayib bormoqda. Bunga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Aynan mana ikki nafar san'atkor bugun men yolg'iz emasman, ikki nafar san'atkor hamrohligidaman. Shaxsiy fikringlar sizlarda? Endi asosiy sabablari men fikrimcha hozir zamon o'zgardi, qizlarimiz o'zgardi. Ya'ni qizlarimiz zamonaviy bo'lib, ona allasi menimcha kamayib ketdi. Qizlarimiz ko'pchiligi turmushga chiqyapti, lekin alla aytishni bilishmaydi. Shuning uchun kamayib ketyapti desa, bu endi hozir shuning uchun fonogrammaga ham, diskga ham, kompyuterlarga ko'p urg'u berayotganimiz, ko'p hali kutilayotgan narsa shu. Asosan san'at insonga alladan o'tadi-da. Bu ukamizni ham biz masalan tarbiya qilayotganimizda bizni orqamizdan biz yetalab kelmaganmiz, o'zlari kelgan. Buni qo'shiqchi bo'lishini biz bilmaganmiz. Bir Alloh bilardi, bir o'zi orqamiz. Demak, ana shu ajalmas, agar onasi yaxshi allayotgan bo'lsa. Demak, asosiy ona allalari kamayib borganini siz nazarda tutyapsiz. Aynan sizni shaxsiy fikringiz nima, Shuhratbek aka? Bu borada Kamayib ketishi shu Odiljon aytganda shu menimcha bu yerda ko'p fonogramma ko'p bo'ladi, mini disk. Jonli nimalari yo'q bo'lib ketyapti baribir. Jon. Demak, aziz muxlislar, bu savolga bir ozdan keyin to'xtalamiz, to'liqroq. Hozirda esa aynan qarang, onalar o'zlarini tunlari bedor bo'lib, uyqulardan kechib, farzand uchun allalar ijro qiladi. Shuning uchun ham biz onajonlarimizni juda ham yaxshi ko'ramiz va hech kimga amlashmaymiz. Aynan bunday onalarni xursand qiladigan xalqimizni xushovoz bulbullari bor, san'atkorlar bor. Bemalol ayta olaman xalqimiz bulbullar deb. Sababiki bulbul sayraganda insonning bahri dili ochiladi. San'atkorning farzandi onasi uchun qo'shiq kuylaganda esa qandaydir onada farzandiga bo'lgan muhabbat uyg'onsa kerak. Shu o'rinda sizlar ham onalarni madh etuvchi qo'shiqlar tayyorlab keldingizmi bugungi efirimizga? Farhodbek, tayyorlab keldik ona to'g'risida. Albatta, nafaqat tayyorlash, umuman o'zimiz ham juda bir mazza qilib ijro etadigan onalarimiz haqida qo'shiqlarimiz bor endi. Faqat xalqimizga dunyo shu qo'shiqlarimizni tanisa degan umidlarimiz yo'q emas, xudo xolasa. Demak, hozirda Shuhratbek aka, Ilyosbek aka bizni tomosha qilayotgan millionlab onalarimizni xursand qilar ekanmiz. Bugun bayramona kun, mustaqilligimizning 25 yilligi arafasida efir soatlarida biz tomoshabinlardan qaysidir bir yaxshi ma'noda kayfiyat ulashmoqdamiz. Keling bo'lmasa bajonida siz tomonidan ijro etilajak ashulani, ona deb nomlangan ashulani tinglaymiz. Marhamat. Hamma onalarimizni shu bayramimiz bilan tabriklaymiz.
ularni biz yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Onalar bor, biz bor. Hozir baxtimizga tinch bo'lsin. Barakalla. Shunaqa gapirib tursangiz, suhbatdosh bo'lib tursangiz, biz Sekin-sekin xursand bo'lamiz. ko'nikamiz endi Marhamat, tinglang, bizda faqat jonli ijro, bu ham Munavvar kun Intomoq televideniyasida. Necha kundir yo'q olimman. Kelolmayman hushimga, xonajonim kechalari kirib chiqar tushimga. Qo'llarida oq yelpig'ich oy nurida yaltirar. Onajonim tunda meni yonlariga chaqirar. Onaning hurmat qiling, ko'nglida g'am bo'lmasin. Onaning hurmat qiling, ko'nglida g'am bo'lmasin. Ko'ngliga g'ashlik tushib, gözleri nam bulmasın. Daima birga yuruvchi otajonimiz kam bo'lmasin. Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimu. Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimu. Yoningizda yelkalanib jilva qilsam maylimu. Yoningizda yelkalanib jilva qilsam maylimu. Katta bo'lgan beshigimni tilla qilsam maylimu. Aydayin to'lgan yuzingga ming termilsam maylimu. Katta bo'lgan beshigimni tilla qilsam maylimu. Aydayin to'lgan yuzingga ming termilsam maylimu. Aydayin qizlar yaratding, dov yurak o'g'lonlar. Guldayin qizlar yaratding, dov yurak o'g'lonlar. Tim qarov tim sochlaringga tushmasin hech oqlar. Bosh egib ta'zimdadurman onajonim siz uchun. Bir umr nomingizni kuylar o'g'lingiz siz uchun. Bosh egib ta'zimdadurman onajonim siz uchun.
bir umr nomingizni kuylar shuhratbek siz uchun. Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimu. Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimu. Yoningizda erkalanib jilva qilsam maylimu. Yoningizda erkalanib jilva qilsam maylimu. Yoningizda erkalanib jilva qilsam maylimu. Rahmat. Tashakkur minnatdormiz. Faqatgina ijodingizga omad tilaymiz va baxtimizga onajonlarimiz sog' salomat bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Va oldinda suhbatimizga to'xtalib o'tamiz. Aynan Shuhratbek aka jonli ijro va fonogramma. Aynan mana shu ikki, endi yo'nalish deb aytsam ham bo'lmaydi. Kuylash uslubiga sizning fikringiz. San'atkorlarning kuylash uslubiga, ham fonogramma ham jonli ijro. Aynan san'atkor sifatida siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Jonli ijro yoki fonogramma? Sababi? Jonlida jonlida bori chiqadi. Aytasiz, xalqqa nima deydi? Jonli narsa yaxshida, har bir narsa. Mana oldinda onajonlarni madh etuvchi taronani kuyladingizda, mana shu taronani kuylash jarayonida siz qanday his-hayajonlarni his qildingiz? Shuni ifodalab bera olasizmi? Men bu qo'shiqda aytishdan onam mana shu yoshligimni eslab, mana shu onajonimni shu yonida billa bo'lganday bo'ldimda, ya'ni yosh paytimni eslab. Ularga erkalanib deganda-ya. Onam bizni qanday boqqanlarini eslab o'zimizcha so'rab qolmaganmiz hech qachon. Bu savolni bejiz bermadim men sizga. San'atkorlar bor, haqiqatdan ham o'z ishlarini mohir ustalari. Qo'shiqni his qiladi, so'zlarga e'tibor beradi. Eng asosiysi mana shu so'zga tushunadi, ahamiyat beradi va qo'shiqni mohirona ijro qiladi va mana shu san'atkor o'zi tushunib ijro qilgan qo'shig'i tez muxlislarning qalbini torini cherta oladi. Lekin ba'zi san'atkorlar bor, ha so'z shunaqa ekan-da. Shu so'zni aytib bersam bo'ldi, notiga solib. Lekin bu qo'shiq qandaydir haqiqatdan ko'p istihomdan to'y basmlarga boramiz, konsertlarda ko'ramiz. Deyarli e'tibor beraman tomoshabinga, qo'shiqqa e'tibor berishmaydi. Sababiga san'atkor o'zi e'tibor bermaydi-da. Berish kerak e'tibor. Bermasa xalq uni qabul qilmaydi. Obrazga kirish kerak-da, ya'ni qo'shiqda san'atkor obrazga kirib, hayajonlanib, yig'lab kerak bo'lsa. Masalan, mana hozir onajon bu qo'shiq aytilyapti. Masalan, meni bularning fikri sizlarning fikringlar, lekin meni fikrimda o'zim ham aytyapman. Hozir masalan men televideniyada emas, onajonim oldida o'tirib, xuddi shunday bir o'zimni tasavvur qilib, ya'ni ularni quchoqlab, erkalanib, odam obrazga kirsa hamma qo'shiq chiqaveradi, dildan chiqadi-da, ko'tariladi. Albatta. Haqiqatan eng asosiysi his qila ola bilish kerak. Endi fonogrammaga siz fikringiz, sizning fikringiz. Fonogramma nima deymiz ham fonogrammada? Endi fonogramma tuzsiz ovqat deganida, ya'ni bugunni kelajagini ertaga Dovushlaringiz og'rimaydi. Tayyor yozib olib aytib qo'yasiz to'yda. Yo'q, muhimi xalq qabul qilmaydi. Ya'ni tuzsiz ovqat, ya'ni bugun pul olib ketyapsiz, ertaga siz kimsiz? Uni xalq hammasi ko'rib turibdi-yu, fonogrammangizni xalq bilmaydi. Xalqda aldab bo'lmaydi. Xalq bu buyuk iroda xalq. Xalq katta kuch. Katta kuchni aldab qo'yishlik odamning qalbidagi titroq deganida bu. Ya'ni fonogramma umuman tuzsiz ovqat, qisqa
tuzsiz ovqat Albatta, degani. albatta. Uni ichmaysiz, og'izga bir tashlab yuborasiz. Lekin bizni tomoshabinlar bilasizmi? Tuzsiz ovqatni umuman yaxshi ko'rmaydi. Bizning tomoshabinlar hamisha tuzli ovqatni yaxshi ko'radi. Sababiki shuning uchun ham Intamag'da Munavvar kun jonli ijro dasturi deb ko'p ta'kidlab o'tamiz. San'atkorlarni dardini tinglaymiz, xursandchiligini bo'lishamiz va muxlislardan ozmi ko'pmi bo'lsa, Oyna jahon orqali diydorlashadi. Masofa uzoq, lekin qalban yaqin qiladi bizni. Aynan dasturimiz mana shu dastur. Keling, endi hozir sizni g'oyibona emas, Oyna jahonni ko'rib diydoringizni to'yayotgan muxlislaringiz uchun navbatdagi taronani armug'on qilsangiz. İnsanilik zineti, didar ko'ngil hurmati. İnsanilik zineti, didar ko'ngil hurmati. U bilandir qimmati, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Do'sti yaqin sinfdosh, uzoq yaqin qarindosh, sevib sevilgan jondosh, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Sevib sevilgan jondosh, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Didor, didor, didor shirin, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Ha! Davlatiga berilmagan, mansabiga kerilmagan. Davlatiga berilmagan, mansabiga kerilmagan. Davlatiga yig'lamagan, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Davlatiga yig'lamagan, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Didor, didor, didor shirin, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Didor, didor, didor shirin, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Ko'ngillari chaq bo'lar, cho'kkan ko'ngil bog' bo'lar. Ko'ngillari chaq bo'lar, cho'kkan ko'ngil tog' bo'lar. Vayron ko'ngil bog' bo'lar, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Vayron ko'ngil bog' bo'lar, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. İnson umri muddatli, umr o'tar shiddatli. İnson umri muddatli, umr o'tar shiddatli. Ey birodar hurmatli, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Ey birodar hurmatli, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Uchrashib turaylik.
Rahmat, tashakkur minnatdormiz. Va hurmatli Oynajahon tomoshabinlari, eslatib o'tsam, ko'rayotganingiz Iltimog'idan Munavvar kun jonli ijro dasturi va sizlar bilan bugun Oynajahon uzra diydorlashish nasib etgan bizning mehmonimiz aynan Jalolobodlik xonanda Shuhratbek Rustamov va ustozlari Odiljon aka. Sog' bo'ling. Albatta. Yana bir karra xush kelibsizlar. Haqiqatan hamisha hamma vaqt. Sizlar bilan diydorlashib turganimizdan behad xursandmiz. Yana bir ijodkorni yangi bir qirralarini namoyon qilayotganimizdan xursandmiz. Aynan sizni ham ijodingiz hozirda ko'plab muxlislarni qandaydir o'ziga torta olgan bo'lsa, biz o'zimizni behad baxtiyor his qilamiz. San'atkorlik baxti nimada? San'atkorlik baxti shu muxlislar bor, biz bor, muxlislarni sevamiz. Va muxlislarni haqiqatan sevsangiz, ular uchun ijod qilasiz, to'g'rimi? Albatta. Ijodingiz namunasidan keling, hozirda vaqtlardan unumli foydalanamizda, yana birlarini hozirda bizni tomosha qilayotgan muxlislar uchun tuhfa qilsangiz, qaysi bir ashulani Muxlislarimga bir qo'shiq yaratganman. aynan o'zingizning Olisdagi ijodingizga yaqinlarim deb. o'zingizning ijodingizga taalluqli bo'lgan tarona. Ha, o'zimiz. Barakalla. Sensatsion yangilik, aynan bizning mehmonimiz Shuhratbek Rustamov ijodlariga mansub bo'lgan Olisdagi yaqinlarim. Olisdagi yaqinlarim. Marhamat deymiz. Soyabonim salqinim o'zing, yomg'irlarda chaqinim o'zing. Soyabonim salqinim o'zing, yomg'irlarda chaqinim o'zing. Sog'inganim qaylarda sensin, olisdagi yaqinim o'zing. Sog'inganim qaylarda sensin, olisdagi yaqinim o'zing. Olisdagi yaqinim o'zing. Susuz kaldı derya köllerim, payanı yok basken yollarım. Susuz kaldı derya köllerim, payanı yok basken yollarım. Çözsem yetmez senga kollarım, olisdagi yaqinim o'zing. Çözsem yetmez senga qo'llarim, olisdagi yaqinim o'zing. Olisdagi yaqinim o'zing. Ko'ngil yaqin onamiz firoq,
sevgimni o'rtaydi firaq. Mendan uzoq bo'lsang-da biroq, olisdagi yaqinim o'zing. Masofani bilmaydi ko'ngil, keng dunyoga sig'maydi ko'ngil. Seni izlab yig'laydi ko'ngil, olisdagi yaqinim o'zing. Seni izlab yig'laydi ko'ngil, olisdagi yaqinim o'zing. Olisdagi yaqinim o'zing. Soyabonim salqinim o'zing. Aziz tomoshabin, olisdagi yaqinlari uchun bugungi bizning mehmonimiz, ya'ni xonandamiz Shuhratbek Rustamov aynan mazkur taronani armug'on qildi va o'z-o'zidan savol uyg'onadi. Ta'kidlab o'tdingiz oldinda shaxsiy o'zimni ijodimga taalluqli bo'lgan tarona ashula deb. Aynan bu qo'shiqni yaralishiga nima turtki bo'ldi sizga? Nima sabab bo'ldi? Bu yaralish, bu ashulani yaralishi shu qiziqish, muxlislar har qayerda, o'zim ham tug'ilganim hamda uzoqdaman, boshqa joyda. Shu sog'inch nimasida yozilgan. Dard kimniki? Dard bu so'zi Sodiq aka Sattarovniki, birgalikda yozganmiz. Birgalikda yozgansizlar she'rni. Musiqa kim bastalagan? O'zimiz ishlaganmiz. O'zingiz bastalagansiz. Demak, aynan bu sog'inch olisdagi yaqinlari nomi ham siz balkim chet yurtlarda xizmat safarlarida yurganingizda yurtdoshlaringiz sog'inib qandaydir diydorga to'yish maqsadida shu ilhom kelib yaralgan taronlardek yaxshi mamnunmiz. Hozirda aynan efir soatlarimizda yana qaysi bir ashulani ijro qilib bermoqchisiz? Hozir yig'lab qaro ko'zing tolmasin yorim degan. Aynan bu taronani nima uchun tanladingiz? Ustozni qo'shig'i yaxshi. Menga yoqadi. Adashmasam sevilgan qalblar uchun. Albatta. Marhamat, tinglaymiz unda. Aziz tomoshabin, navbatdagi jonli ijro faqatgina bizda hammasi jonli ijro, sovsandalarimiz, san'atkorlarimiz hammasi jonli va Shuhrat Rustamov muhabbatni taronom qiladilar. Yig'lab qaro ko'zing tolmasin yorim, yo ko'zdagi yoshing tugab qolmasin yorim. Yig'lab qaro ko'zing tolmasin yorim, yo ko'zdagi yoshing tugab qolmasin yorim. Göz yaşını rakıpların görmesin ya. Menden ketib yığlama, menden ketib. Göz yaşını rakıpların görmesin ya. Menden ketib yığlama, menden ketib. Alıslarga bakmayın közde yaş bilen, Ursunmagin öksünme egik baş bilen.
Olislarga boqmagin ko'zda yosh bilan, o'rsinmagin o'ksinmagin bosh bilan. Qololmading meningdek bag'ri tosh bilan. Mendan ketib yig'lama, mendan ketib. Qololmading meningdek bag'ri tosh bilan. Mendan ketib yig'lama, mendan ketib. Atamagil sevgimizni armonimda, o'shan o'tgan muhabbatga zarmanda. Atamagil sevgimizni armonimda, o'shan o'tgan muhabbatga zarmanda. Endi esa o'zga yorga yormanda. Endi esa o'zga yorga yormanda. Mendan ketib yig'lama, mendan ketib. Endi yoring senga yoqsin, sen ham unga yoq. Qadam qo'ygan xonadoning yetkin parlaq. Taqdirimizda yo'q ekan yor birga bo'lmoq. Mendan ketib yig'lama, mendan ketib. Taqdirimizda yo'q ekan yor birga bo'lmoq. Mendan ketib yig'lama, mendan ketib. Mendan ketib yig'lama, mendan ketib. Rahmat, tashakkur, minnatdormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va mana shunday ijodlaringiz ila nafaqat qirg'izistonlik muxlislaringizni, butun dunyoni zabt etishingizni qalbimdan tilab qolaman. Va aynan bilamizki, har bir insonni, har bir kasb vakillarini, sohiblarini erishgan yutug'ida bir insonni hissasi juda ham katta o'rin egallaydi. Birgina insonda, balkim bir qancha insonni ham bo'lishi mumkin. Lekin mana shu insonlar xuddi otamiz kabi biz uchun ulug' bo'ladi. Ya'ni u kim? Bizning ustozlarimiz. Ustozlar haqida biroz ma'lumot bersangiz. Ustozlar meni yoshlikdan chiqargan Bahodir Yorqulov ustozim bo'lgan. O'sha ertalab qori akalar ustozim Odil akam ashunda bir sostav edi. Ixtiyor akam ashlarni qo'lda zo'r ayganman. 5-6 klasslardan Va hozirgacha birgasizlar. hozirgacha birga. Ilohim ko'z tegmasin. Yomon ko'zdan, yomon so'zdan saqlasin Xudoyim sizlarni. Ana endi ustozoda, ya'ni ustoz san'atkor shogirdingiz haqida nima deya olasiz? Albatta aytdim, buni bu biz e'tiborimizga tushmagan inson edi. Buni qo'shiqchi bo'lishi haqida xayolimizga ham keltirmaganmiz, balkim bu bilan maqtanish niyatimiz yo'q. Ya'ni balkim ona allasidan o'tgan bo'lishi kerak degan bir taxminlarimiz bo'ldi. Chunki biz qush to'ylarda yurganimizda bular kelishib olibdi, orqamizdan yuraverardi-da. Oyjamol, oyjamol, oyjamol durardi-da. Shu bilan hofiz bo'lib ketdi. Bizni orqamizdan yurib ergashib. Endi nima demoqchiman? Mana ustozdan o'tmagan shogird bu hisoblamar edik. Endi qaradik, yaxshi to'ylar olib xalqni diliga kirib borgani uchun bu yerlarga olib kelib yuribmiz. Ya'ni to'ylar ko'p olib, xalq ko'p talab qilib. Agar buni biz shogird demagan bo'lar edik, agar Xalq tan olmaganda. xalq tan olmaganda shogird demagan bo'lardik, chunki shogirdni bizga sonini kerak yo'q, rosti bizga sifati kerak. Uni ko'p ozligi muhim emas. Bugun mana xalqimiz oldida bir atchotam deb hisoblayman, xalqimizga bir atchot beryapman. Bu 25 yillik mahsulimiz, mehnatimiz. Ya'ni 25 yilda bir bolani ota 18 yilda katta qilib uylaydigan bo'lib, hayotini boshqa qilib bo'lib chiqaradigan bo'lsa, aytaylik biz shogirdlar mana 25 yildan beri bilamiz, xudo xolasa. Mahsuli, mehnatda mas'uli devorga tirnoq bilan osilib chiqishlik deganida bu.
Barakalla. Xalqimizga отчет bu, imtihon. Aynan sizlar kabi ustozlar borligi biz kabi mana Shuhratbek hamda biz kabi shogirdlarni baxti deb bilaman. E'tibor qaratsizmi ustoz shogirdiga? Demak, faxrlansa bo'ladi. Bir narsasi borligi uchun e'tibor qaratadi. Va mana shuni qitiqlab bo'lsa ham chiqarishga harakat qiladi. Va hozirda kelinglar bir yangilik, bir noodatiy o'zgarish kiritamiz. Agar malol kelmasa, ikkalangiz, sizlarni bilamanki, ikkalangizni ham muxlislaringiz soni cheksiz. Ular balki kutgan, balki kutmagan taronani armug'on qilsangiz, ya'ni duet tarona, ustoz shogird dueti. Ofarin. Men ham bu istak xolovdan, ya'ni shogirdimizni bir imtihon qilib olgan bo'lardim, chunki bu qo'shiq aytilmagan qo'shiq, mana shu Orol Mirzo bilan Ozodbek Nazarbekning qo'shig'ini Biz dasturda aytilmagan. harakat qilamiz. Yo'q, bu shogirdim bilan aytmagan edim. Men ko'p aytganman, shogirdim aytmagan qo'shiqni bir ijro qilamizki, qani bu aytmagan qo'shiqni qanaqa qilib aytadi degan bir menda fikr bo'ldi. Men bir imtihon olmoqchi bo'ldim bugun. Marhamat, demak, aziz tomoshabin, nafaqat ustoziga, hattoki bugun Shuhrat Rustamov sizlarga ham imtihonlarni topshiradi. Fikr va mulohazalarni esa biz aynan o'zimizda manzillarda kutib qolamiz. Pochtamiz sizlarga xabar. Sizlar xabardorsiz, ya'ni pochtamizdan. Demak, tinglaymiz, marhamat. Zulmat ichra o'tar mening tunu kunim. Men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni. Lek taqdirdan olmasdan yashaymanki. Faryod solib toshga urman aziz boshni. Lek taqdirdan olmasdan yashaymanki. Faryod solib toshga urman aziz boshni. Shukr deyman oyoq qo'lim salomatdir. Ganna olsam bu Xudoga malomatdir. Ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz. Har kun to'yga ulanmoqda to'ylarimiz. Tirik jonni rizqin berar qodir Xudo. Elga tinchlik so'rar guvoh bo'ylarimiz. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Garda olsak u Xudoga malomatdir. Birgalikda. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Garda olsak u Xudoga malomatdir. Ha? Bilinmaydi ancha-muncha kamu ko'zlar. Farzandlarim kulgusini eshitsam bas. Xotirjamman ko'rmasa ham mayli ko'zlar. Qalbing bilan ko'rish ham bir karomatdir. Ganna olsak bu Xudoga alomatdir. Kimgadir kech
kimgadir hech kelgay davra ha kimlargadir shu kunlar ham bo'lgan armon sinovlarga sabr qilmoq qanday go'zal shunda o'zi saqlar bizni buyuk rahmon ofarin shukr qilmoq mo'minlikdan dalolatdir gardonisak u xudoga malomatdir hay yashang birgalikda shukr qilmoq mo'minlikdan dalolatdir gardonisak bu xudoga malomatdir gardonisak bu xudoga malomatdir kan olsak bu xudoga malomatdir Rahmat, tashakkur, minnatdormiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz tomoshabin, shukur qilamiz, ko'zimiz ko'rayotganiga, yuraklar urayotganiga, oyog'imiz yurayotganiga, quloqlarimiz eshitayotganiga, mana shu kunlarda ko'rayotganimizga, diydorlashganimizga mehmonlar biz bilan, sizlar bilan diydorlashganimizga, ota-onamiz borligiga, farzandlarimizni kamolini ko'rayotganiga beadad shukur. Har bir kunimiz uchun shukur aytish ham bu insonning baxtiyorligidan bir dalolat ekan. Eng asosiysi mehmonlarimiz haqiqatan bugun sizlarga bir chiroyli daqiqalarni, xonishlarni tuhfa qildi. Zeroki bular tomonidan ijro etilgan xonishlar kimnidir kayfiyati ko'tarilishiga o'z hissasini qo'shgan bo'lsa ajab emas. Kimnidir esa dardiga darmondori bo'lgan bo'lsa ajab emas. Albatta ta'kidlab o'tganidek mehmonimiz bugun mehmonimizdan baxtiyor inson yo'q. Sababiki sizlar bilan bugungi baxtiyorlik kunlarini birga baham ko'rdi. Shu o'rinda biz ham baxtiyormiz. Sababiki baxtiyor inson bizni efir studiyamiz mehmoni bo'ldi. Ijodiy barkamollik, ulkan zafar, muvaffaqiyatlar, san'atni yuksak cho'qqilariga ko'tarishingizni qalbimdan tilab qolaman. Qolaversa, ustozimizni ham umrlari uzoq bo'lsin, ko'z tegmasin, sog' salomat bo'lsin. Tez kunlarda aynan Odiljon aka ham muxlislarni, sog'ingan tinglovchilarni, tomoshabinlarni xursand qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta niyatimiz bor. Endi bir tilagimiz bor edi shu. Marhamat. Xalqimiz bilan birgalikda qani hammamiz bir niyat qilaylik, mana shu Intimoq televideniyasini 100 yillik yubileyini xudo xolasa nishonlashda bir niyat qilgan bo'ldik efir davomida. Hammamizga shu kunlar nasib qilsin. Amin. Endi esa sizlardan samimiy tilaklar, marhamat xalqimizga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Bizi baxtimizga tinch bo'lsin. Biz xalqimizni sevamiz. Rahmat, tashakkur. Odiljon aka. Albatta xalqimiz sog' bo'lsin. Xalqimizni mana shu kirib kelayotgan mustaqillik bayramimiz 25 yillik bayrami bilan, mustaqilligimiz 25 yillik bayrami bilan tabriklaymiz. O'zi bizni har chiqishimiz bayram onlariga to'g'ri kelyapti. Navro'z arafasida chiqqan edik, mana xudo xolasa mustaqillik bayrami bilan chiqdik. Endi o'zimiz aytganimizdek qani endi Intimoq televideniyasini ham yubileylariga kelishlik nasib qilsin hammamizga. Ilohim, rahmat. Omad ijodiylarga omad tilaymiz. Omad zafar tark etmasin, sog' bo'linglar. Aziz tomoshabin, sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilab, mustaqilligimizning 25 yilligi bilan chin qalbimizdan muborakbod etgan holda yana zavqli onlarda Intimoqda Munavvar kun jonli ijro dasturida ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.